Tangsın bu etrafta en iktidarsız. Sunukun qarsak 72 xil oyunur var bunun. Jubajinin 36 xil oyunur var. Şahsın hem de Perri Qayruğut Serkerdə, Yuşaqıda tuğan, bunu cengi yaraydı. Tangsın hem de işlim uqmaydı. Atqım ara mindu şagirtler gölep qoysa. Teqin da gipicek bunun. Yüzünüm oğlap qoğdayanmaydı. Hem de məlum bir yerlərə gələn vaxtda Tangsın əsli Sunukuni oldu yolunun əhvalını uqub gəl dep evet. Nim demekçi? Bizning kelgüsümüzün aldın uqub gəl dep atıdı Sunukunga. Bacığa sen yeydiğan nəsni amanı qil, yeydiğan nəs qil, tamaq qil. Şahsın sen otqı yembe, yüktaqlaq yaxşı qara, hemmisini iş qılır atıdı. Hem de bula usta siz nimiş qılsayızsa men biraz aramaya olaydı. Ay yolda ot minip gelgen adam qaqılıp yatmaz. Yani birdem aramaya oldu ketixi. Şuna mı? Yeni bir taraftan bu yerki Tangsın hem de işlemini bilmeydiğen durup, bu maharetlerini uqmaydiğen durup, bütün avarcılığının menbesi delmiş Tangsın. Aş avarcılığın tilep tapıdığını Tangsın. Tek Alvastılı'nın uyunun olduğu verip kızlar talep koydu. Onun üstüne bu Alvastılı'nın hemmisi o kağallar emez şu Tang rahipini dep geliyordu. Hem avarcılığın menbesi şu. Hem de bunun uşunda tok faydası olmasa neyim için bula yana ustaz dep hemmisi hürmet kılıdı, hemmisi Tangsın'ın gibi anlaydı. Hem de başı bunun da mana karxançılık yoki ma'lum bir muvaffaqiyat qozonish to'g'risidagi g'arb saytida mushundaq bir falsafa uyushtirilgan. Bu cho'nginning bu asarni yozgan yerki bir yomon yeri mushada qalam qo'tining. Odatda avarchilikqa uchirmagan vaqtning o'zida bu 3 yil sinat, 2 yil inoq, yaxshi uchdi bu atrofdagilar. Shundaq bir eg'ir avarchiliklar bo'lib, alvaslar bo'lib, bularning o'tirib ziddiyat ko'ralgandan keyin Sunukung deydi, Chimentaqqa qaytib ketma. Jubajin deydi, men Gavlojonga ketay, aya deyishib qo'ygan xotinim ba, men aqasingdek surboy taqaman sizlarga o'xshamayman deydi. Endi bular ketay degandan keyin endi Shosingmi yuztavan bo'lgandan keyin bu tirnig'im tatlab turib, menmi ketamdim-ya Livshaqiga deydi. O'shundaq ahvol ostida faqat va faqat Tangsinglar bu irodasidan, mu'minlik safar bu vazifasidan buningdan qat'iy voz kechmaydi. Bu nishoniga cho'qim yetmaymiz deb nishondan qat'iy voz kechmaydi. Hammasini yo'q, ketmaysa mash nishonimizga cho'qim yetimiz, cho'qim muvaffaqiyat qozonamiz deb yetaklaydi. Bu Tangsingni olvasdilar tutuvasimi, o'ltirib yeymiz desimi, ne sahip jamal chiqib, voy to'y qilmaymasdan to'yliqmi olmayman, uyim boy deydigan mashinam bor, men bilan to'y qilsangiz bo'ldi desimi, bu yerki Tangsing shu sahip jamallarni, shu boyliqni, namabroy, shon shuhrat hammasini tashlab qo'yib, shu nishoni uchun dag'dam yo'l etmoqda. Shuning uchun bu 3 yil shogirdning ustozga chin ko'ngildan qoyil, voy ustoz deb hurmatlaydigan yeri dal mushadachu. Endi G'arb sayat nomli asardagi bu mushkulotlarga, alvaslarga bakarak nazar solsanglar, amaliyotda nurg'ulg'an cho'ngfu qaytlanma bor. Alvaslarniki chiroyi va yoki mart ubu o'xshamaydi, lekin vaqalik asosan o'xshash. Shundami? Endi Tangsing bilan to'y qilamiz degan qizlar o'xshamaydi. Bularning sohib jamalligi va yoki bularning darisi o'xshamaydi, lekin vaqalik yana o'xshash. Buning ustiga musharki bir qiziq ish, bu alvaslarning ko'pinchisi nerdan kelyapti? Erishtin, Osmondan, Nurun Sultonning, Amitabh Buddhaning, Butsatvalning qishidan kelyapti. Sen nomakli safirini uyushtursa, men nomni sening qishingdan og'il qishingga mangsam, sen bu ishni pulalasan, endi bu safardagi olvasning hammasi yen sening qishingdan kelib, meni bag'izmayman, meni yeyman degan tursa, bu qanday sho'p ketdi? Buni nim qilmayman jafo tortib berib, nomni baging olmasa, burilib desang olmamdi berib yurmaydim menmi? Shunami? Har qitim bu yerdagi olvasni Sunukung tutib o'ltirib atay deydi, gursni uray deb turishiga osmondan bir ovoz keldi-ku. Bukum, to'xta. Şunlar qanday qiladi? Bu xapma bu mening qishimdagi ermak hayvon kentuq, yoki mening shogirdim kentuq, yoki mening o'ylam qaraydi deb, men ikkita deb yerga ektirdim. Qaranglar, bu yerdami shundaq bir orqa ko'rinishlik bir ziddiyat bor. Shundami? Undan sonra bu 4 klassik asarning ichida G'arb sayohat 7 yoshdan 70 yoshgacha hammamiz eng yoqtiradigan, eng qizg'an bir asar. Undan sonra kashda Jubojanda yana davomli G'arb sayohat to'g'risida qanday savolinglar bo'lsa, qiyinchi qoldirib qo'ysanglar, kashda Jubojanda davomli qaranglar. Kashda Jubog vaqtida ko'rishni unutib qolmanglar. Bu jam bo'lsin. Rahmat.